Gapirmang menga. Siz endi o'zingizdan ketdingiz. Hozir akamni chaqiraman. Boshqa ilojim qolmadi. Nima qildim men? Akangga aytma. Hamsa, tez keling. Xotin akasini chaqiryapti. Urush bo'ladi hozir. Nimaga ketdi xotiningiz? Shart o'ynadi, kallasi chirtdi. Xotin bilan kalla chirtdi endi. Ha, endi akam chaqiraman deb ketdi. Ha, nimaga qo'rqasiz akasidan? Nimaga qo'rqasiz? Tamam chiqqanda. Ha, shuning uchun men yordam beraman sizga, qo'rqmang, kelaversin akasi. Yonimda o'tirasizmi? Ha, keldim deyman ana. Menga qarang Ismat aka, akam keldi. Hamma aytanishlaringizga javob berasiz ana endi. Kulmangan. Abu qanday xabarga? Bilmam, mayda bezorlikmi? Shashak o'ldirganmi? Tushundingmi? Ayyon qan gaplashyapti. Kuyov, sanlar nima yetishmaydi, ha? Tinch o'tirasanlarmi yo'qmi? Aytgancha, jiyan qani jiyan? Ha, hozir chaqiraman. Zokirjon! Amak, qandaqsiz? Tog'am qani? Tog'a? Tog'a, qanday yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Qani tog'angni kaka ber qani? Ya, qo'yavering. Yemang kaka, yemang. Nimada? Kattada. Buk o'ylasin. Maqaralaring. Ikkalaring yomon odam ustidan kulayotgansanlar-da. Yo'q, kulmadik akajon. Maqarang, siz tanimay turibman, kimsiz? Men kuyovingiz hamsiyasimi? Siz nima birovni o'ylashga aralashasiz? Nipurchom siz? Yo'qoling. Ko'zim ko'rinmay, boring yo'qoling. Boring. Yo'q, meni asabim bilansan, chatoq. Ha? Asabim buzmasdan seni bilan yaxshi inoq yashang, tushundingizmi? Bo'l. Bu safar kechirmayman. Hı. Bug'ani ham kichkina shamol cho'qadi. Tamam. Shuni esdan chiqarmang.